Mana o'zimizni местный toruzni o'lchab ko'ramiz. Nitrat miqdori norma 60 bo'lishi kerak. Nitrat qonni kamaytiradi, ziyoni konkretniy bor organizmga. Bismillahirrohmanirrohim. 15 barobar ortiq ekan. Juda ham ko'p bu. Yana boshqa joyda o'lchab ko'ramiz. Bu yosh bolalarga umuman bermaslik kerak ekan, kattalar ham yemaslik kerak ekan. Bu 20 barobar. Hozir endi bitta suyib ham o'lchab ko'ramiz. Mana endi buni so'ygan holatda o'lchab ko'ramiz mana. o'n 15 barobar. Ba'zi yeb bo'lmasa ekan, ayniqsa yoshlarga bermaslik kerak. Puli ko'p boylar to'yga, risovkaga qo'ysa bo'laveradi menimcha. Surxondaryoda yetishtirilgan qovun sabab yosh bolalarda me'da saratoni kuzatildi. Gap shundaki, qovunlarni tezroq pishib, qimmat narxda sotilish maqsadida dehqonlar o'g'it dorilarni keragidan 10 barobar ko'p solib, o'rtacha nitrat miqdori 90 bo'lishi kerak bo'lgan qovunlarda hozirgi ko'rsatkich 1200, 1600 daraja ekanligini namanganlik blogerlar tomonidan o'lchab ko'rsatildi. Shu sababli ushbu qovunlar homilador ayollarda farzandning nuqson bilan tug'ilishi va yosh bolalar iste'molida nitratlar organizmda nitrozamin moddalariga aylanib, me'da saratoni kasalligiga sabab bo'ladi. Videoga like bosib, videoni barcha yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.